Так, привет. Bizden aytib yurgan ishimiz. Yana kulchatir rozetkalarni olib, bu narsa bor edim. Mana shuni shitokni olib tashladik. Mana bu yerda ana izolentalari bilan qaytadan ulab, toza korobka qo'yib, chopib. Mana yerga boramiz. Ondan so'ng bu yerda hozir chatalaydigan ishi bor. Ana bu korobkadan bittasini qo'yish kerak tepaga. Bularni tushirdik. Ana buni. Undan keyin kulchatir bor. Qo'yish kerak. Ondan so'ng kim vardı bakın. Ondan so'ng bu yana bir lampochka qo'yish kerak. Ana o sentralni hali taqilmagan. Ana turibdi. Mana shu kabel ochiq turganiga ulash kerak bo'ladi. To'q bor bu yerda. Shuning uchun ulamay qo'yibman hozircha. Ishlarni uzatib. Bu yerga bitta lampochka chiqarish kerak. Shuna qachon. Bu gaplar. Tashqari yonaman. Buni ichi salg'in shu. Buni ichida. İşte veramiz da. Telefonum ishanda yaxshi ekan bezukda. Ne ish o'rnida boshlaylik-da. Shuni bosam, aniqni chatsam bo'ldim shu bilan. Ish o'rnimda bir korobkalik ishim bor. Mana. Ishlar ishlab qo'ydim. Suv garib nasozlar bor, qaytib keladigan kir mashin, rakovina, kanalizatsiya, suv olish uchun, ko'chaga suv olish uchun. Bunda suv keladi, filtrdan o'tib, avarinkidan girib, chiqib, cho'chga borib, rakovina pakovina ketadi, bilan charvog'iga yetadi. Qo'lni tegi bilan ana ok. Ana bilan tegi bilan o'tib, yana o'tib, keyin ibellardan o'tib, şuna çıkar. Rakovina buni bo'lmasi kerak hali. Ertaga inom bilan to'yib. Ana verdi ana. Neyse babi kat. Şimdi gaplar. Hali to'q babamını. Kanada o. Şıkılıp. Şimdi gaplar daha. Yani bir de avtomatla yana bir dana avtomat o'rnatib, kabelni qo'lni tegi bilan o'tib, rozetga suqib, bu yana nasozdan bir to'qab borish kerak. Keyin burada lukni yopib bersan, bu ham o'z ishga beradi ekan. Shunday ishlashyapti jo'ralar. Ana yine ana. Mahallada. Yine çarvak.
Ana. Oy ay. Ene. Normalde böyle atar bu. Ha. Şu tarafları pişmiş. Ya. Hayır bize çala çırpanı var. Güyük geçse uğuru özünde çala pişse soşni. Yaman ama. Acayip. Nasıl özüne koştun mu? Hava rengi açık mı? 15 minut var. 15 minut. Hava rengi açık mı?